Xo'p, assalomu alaykum. Mani ismim Karimjonov Badriddin. Bugun sizlarga IoT Internship 2025 ga proyektimni ko'rsatmoqchiman. Bizda 3 ta komponent bor. RFID reader, karta teglarni o'qishga, display va message print qilishga ESP32. ESP32 internetga ulanish, Wi-Fi ga ulanish, internetga ulanishda foydalanamiz. MQTT Mosquito broker yordamida bu ma'lumot almashinadi server bilan. Xo'p, serverimizda database ustanovka qilingan, MySQL database ishlab turadi. 2 ta yana protsessimiz bor. Bittasi MQTT listener degan Python script, u topicga RFID access degan topicga subscribe qilib, uni eshitib turadi. Ya'ni message kelganda ESP32 masalan message yuboradi MAC adresi bilan. MAC adresi nimaga kerak? Nechtadir xonada ESP32 kelar turgan bo'lsa, har bitta ESP32 qaysi xonada turganini aniqlash uchun MAC adresidan foydalanamiz, uniquely identify qilish uchun. Keyin Xo'p, keyin bu ma'lumot yuboradi. Masalan, ID o'qilganda, kartaning IDsi o'qilganda, uni serverga yuboradi. Serverdagi MQTT listener uni IDni o'qib, kartaning IDsini o'qib, uni tahlil qiladi. Ya'ni mana Python skriptimizni ham ko'ramiz. Bu MQTT listener Pythonda yozilgan. Hop, MQTT ga ulanadi, database ga ulanadi. Masalan 4 ta asosiy funksiyasi student device birinchisi, ya'ni MAC adresi yordamida device aniqlaydi. Qaysi mana MAC adresli ESP32 qaysi xonada turibdi. Xonani yuboradi, shu xonani aniqlaydi. Keyingisi darsni aniqlaydi, ya'ni shu xonada danniy времяda dars bo'lyaptimi yo'qmi? Agar bo'layotgan bo'lsa, qaysi dars? O'sha darsni ko'rsatib beradi. Keyingisi identify student, ya'ni studentni aniqlaydi. Qaysi student databaseda bormi yo'qmi? Kartasi registratsiya qilinganmi yo'qmi? Logged, ya'ni databasega masalan darsga kirganmi yo'qmi? Logni tekshirish uchun. Ya'ni agar darsga kirgan bo'lsa, bu bizga log deb message yuborish kerak, kirib bo'lding degan. Xo'p, keyin bizda yana ikkinchi protsessimiz, birinchisimiz MQTT listener bo'ldi. Ikkinchi protsessimiz bu ham Pythonda yozilgan web приложениemiz. Ko'rishingiz mumkin. Flask web. Bu ham serverda qo'yilgan bo'ladi, Dockerga qo'yiladi, Docker konteynerga qo'yiladi. Bu ham serverda ishlaydi. Mana hozir ishlab turibdi. Mana bu virtual mashinamizning Google Cloud'dagi serverimizning IP'si ishlab turibdi. Masalan, bu web приложениemiz. Boshdan ko'rsatamiz. Simplegina, oddiygina login page. 3 ta narsa qilsak bo'ladi bu yerda. Birinchisi loglarni ko'rish, ya'ni qaysi student qaysi darsga kirdi. Ya'ni UID, kartaning IDsi, bu orqali student aniqlanadi. Room 303-303-xona, masalan, lesson ID shu darsda, bu darsni aniqlash uchun qaysi darsligi, masalan, fizikami, matematikami, qaysi soatda bo'lgan, shuni aniqlash uchun. Datamiz bugungi sana mana 05:31-8:59. Endi ikkinchimiz timetable. Hop, timetable. Bu yerda biz dars qo'shsak bo'ladi. Xona, kun, boshlanish, tugash vaqti, darsning nomi, fizika, matematika yoki boshqa. Mana bu simple database timetableimiz. Masalan, 303-xonada shanba kuni 7:30 dan 9 gacha chemistry. Uchinchimiz karta registratsiya qilish uchun, studentga kartani registratsiya qilib berish uchun, agar kartamiz urganimizda registratsiya qilinmagan bo'lsa, UIDsi shu serverga yuboriladi, botga tahlil qilinib, botga yuboriladi. Ya'ni botdan keyin biz ismini yozib, studentga registratsiya qilib bersak bo'ladi.
Masalan, hozir oddiy ko'rsatib beramiz. Masalan, bu serverga ulanadi. Birinchi tekshiradi. Hozir tekshirib turib, mana not registered deb chiqdi. Kartamiz registratsiya qilinmagan ekan. Endi bu yerda bitta обновить berib yuborsak, уже mana yangi ID 5C17 deb yangi ID keldi. Endi buni registratsiya qilib bersak bo'ladi studentga. Qanaqa qilib, masalan, ismini yozamiz. Badriddin deymizda. Registratsiyani bossak, уже databasega qo'shildi. Endi masalan, hozir mana not registered, hop bitta MQTT listenerga tak kartamizni hozir boshqatdan urib ko'ramiz. Boshqa karta. Hozir уже mana not registered deb chiqmaslik kerak уже mana shu kartamiz. Mana no lessons today, not registered chiqmadi уже chunki registratsiya bo'lgan. No lessons nega? Hali timetableda dars qo'shilmagan. Uni ham hozir qo'shib ko'rsak bo'ladi. Masalan, room 303 shanba kuni masalan 9 dan 10 yarimgacha masalan IOT mana timetable added successfully уже mana qo'shildi darsimiz. Endi buni yana hozir tekshirib ko'ramiz, уже tanishi kerak darsi. Tak, mana boy kartamiz. Mana welcome Botir, bu boshqa kartamiz. Mana welcome Badriddin. O'sha studentimiz registratsiya bo'ldi. Darsni aniqladi. Darsga log qildi. Hozir logimizni ham ko'rsataman. Logimiz ham update bo'lgan. Mana o'sha ikkita yangi boya 3 edi, ikkita yangi qo'shilgan 5C bu kartamiz. Ikkinchisi mana karta hozirgina ulgurdi mana 910